Hozir biz bunaqa Mamak degan joyga keldik. Universitetimizda shundoqqina chiqqanda mana shunaqa restoranchi, kafecha bor. Hamma uni Mamak deydi. Nimaga? Chunki Mamak malay tilida oshxona, bufet, mana shunaqa degan ma'noni aytadi. Hech kim mana kafening nomini aytmaydi, просто Mamakga boramiz ham deydi, yeb kelamizmi deydi. O'sha Mamak degani oshxona degani. Hozir to'qqa zakaz qildik, birga yeb ko'ramiz. Mana shu ovqatimizga keldi, mana national food bo'ladi, Malayziyani. Milliy taom, mana guruch, yashil, milmiyanli yashil, tuxumi, tovuqi, mana yer yong'og'i, ham anchoviz azmicha, ham achchiq sousi bodringlar. Mana shu Malayziyaning milliy taomi hisoblanadi. Bu ovqatimizning oti nasi lemak ekan. Mana bu lati chamak, nima deysiz? Nasi chanak. Nasi chanak. Nonni o'zi mana shu sous bilan kelyapti. Mana sal menga achchiqlik qildi to'g'risi. Guruchga ham yashil ekan, lekin bir xil. Salamini achchiqroq. Nomi esdan chiqib qoldi, milliy taomini. 950 ringgit. Bu 30 ringitdan 30 ming so'mdan bizning so'mimizda sal kamroq. Noni 250 ringgit. Bu 10 ming so'mdan sal kamroq. 10 ming so'm mana shunaqa noni. Shunaqa bir 40 ming so'mga obed bo'ldi, ujin bo'ldi.